Sohaga qarab kumush taqinchoqlar tanlaymiz. Bo'ldi, gap yo'q. O'qituvchilar. O'qituvchilarga men Bulgariya brendini sipochkasini tavsiya qilaman. Chunki ularda ishxonalarda ziray uzuv taqishga ruxsat berishmaydi. Sochini yoyib yurishadi. Baribir ziray ko'rinmaydi. Shuni hisobiga men sipochka tavsiya qila olaman. Kosmetologlar. Kosmetologlarga men Van Cleef brasleti bilan sipochkasini tavsiya qila olaman. Chunki ular ayollar bilan birga ishlashadi. Aktrisalar. Aktrisalarga men Silvetridan kattaroq nabor tavsiya qilaman. Chunki ular ko'p odamlar e'tiborida bo'lishadi. Shuning uchun ularga kattaroq nabor jozibadorlik bag'ishlaydi. Bankir opalar uchun. Bankir opalarimizga komplekt tavsiya qilaman. Oq toshli. Ularning formaligi oq bo'ladi. Klassik kiyinishadi har doim. Oq narsa har doim hamma kiyim bilan ketaveradi. Ularga braslet, sipochka taqish mumkin emas, ishxonaga mumkin emas deyshadi. O'shanga men komplekt tavsiya qilaman Silvetridan. Dizaynerlarga. Dizaynerlarga men Cartier brasletini tavsiya qilaman, chunki ular minimalizmga qiziqishadi. Doktor opalarimiz uchun. Doktor opalarimizga men Silvetridan maxsus sipochkani tavsiya qilaman. Bu videoni shu soha egalariga borib qo'yinglar va sahifamizga obuna bo'linglar.